Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida O'zbekiston Respublikasida patomorfologiyaning dolzarb muammolariga bag'ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Ushbu nufuzli tadbirda akademiklar, xorijlik professorlar, filial talabalari hamda tibbiyot sohasidagi yetakchi mutaxassislar ishtirok etdi. Hozir shu haqda. Anjuman davomida zamonaviy patomorfologiyaning ilmiy va amaliy jihatlari, diagnostika va davolash usullarini takomillashtirish, shuningdek, ushbu yo'nalish bo'yicha innovatsion texnologiyalardan foydalanish yuzasidan fikr-mulohazalar almashildi. Tadbirda Yevropa, Osiyo va boshqa mintaqalardan tashrif buyurgan mutaxassislar o'z tajribalari bilan bo'lishib, sohani rivojlantirishga oid istiqbolli takliflarni taqdim etdilar. Konferensiyada Qozog'istondan, Rossiyadan, Qirg'izistondan va ko'plab xorijiy davlatlardan mutaxassislar qatnashmoqda. O'zlarining ma'ruzalari bilan konferensiyada ko'riladigan masalalar dolzarbligi bo'yicha xalqaro ahamiyatga ega. Xalqaro patomorfologiyaning dolzarb masalalarida asosiy inson patologiyalariga va asosan insonlarda uchraydigan o'sma kasalliklari patomorfologiyasiga urg'u beriladi. Bu tibbiyotni yanada rivojlanishiga turtki bo'ladi. Filial talabalari va soha mutaxassislari uchun bu konferensiya qimmatli bilim va tajriba almashish imkonini berdi. Xorijiy hamkorlar anjumanda onlayn platforma orqali qatnashib, mavzuga oid dolzarb masalalar yuzasidan fikr bildirdi. Spikerlar o'z ilmiy ishlanmalarini taqdim etib, ma'ruzalar qildilar. Ushbu konferensiyamiz O'zbekiston Respublikasida birinchi marta o'tkazilayotgan bo'lib, konferensiyamizning mavzusi patomorfologiyani dolzarb muammolar deb nomlanadi. Konferensiyamizning asosiy maqsadi yosh olimlar bilan ilmiy amaliy tajriba almashinish. Bundan tashqari patomorfologiya fanining asosiy mazmun mohiyati bu kasalliklarning patogenetik mexanizmlarini o'rganishdan iborat. Ushbu konferensiyamizda nafaqat viloyatimizda, balki chet el olimlari ushbu konferensiyamizda qatnashmoqdalar. Bugungi konferensiyamizni samarali o'tadi degan umiddamiz. Tadbir yakunida patomorfologiya yo'nalishida xalqaro hamkorlikni kengaytirish va dolzarb muammolarni birgalikda hal qilish bo'yicha hamkorlik aloqalari yuzasidan shartnomalar imzolandi. Mazkur konferensiya O'zbekiston tibbiyot sohasini rivojlantirishga katta hissa qo'shib, yangi ilmiy yutuqlar va innovatsiyalar sari muhim qadam bo'ldi.